Assalomu alaykum jigarlar. Shu ustaxonamizga kim keldi? Rustam Ali Barbegitda jigarim kelgan. Kim tanidi bu bolani? To'xtasin, bu jigarim keldi. Xudo xolasa o'tgan safar chiroyli sochlarini olganimizga natijalar zo'r bo'lib, qizlar juda ko'p yozyapti ekan. Eshigini tagiga borib olyapti ekan. Jigarlar, bu bolani ja unaqa zeriktirib yormaylar qizlar. Bu bittasiga uylanadi xudo xolasa, unaqa xotinboz bola emas. Nima bo'lyapti o'zi? Taassurotlarni gapiring. Sochlar chiroyli chiqqandan keyin nima o'zgarishlar bo'ldi hayotingizda? Sochlarni chiroyli qilib oldingiz. Bu degani qizlar seni yoningga keladi degan emas-ku. Qizlar kelib yoningga tegib ketdi. Dadam so'kiyapti meni ham. Men bittasiga uyanaman. Tinch qo'yinglar, ha? Sizni tinch qo'ysizmi? Tinch qo'yinglar. Iltimos menga har kuni yozg'onlar. Meni ham o'ylaylar, meni ham dadam so'kiyapti. Bo'ldi, mana shu bolani zeriktirib yormaylar. U uylanadigan bolalarga gap yozinglar. Bu bola bittasiga uylanadi xudo xolasa. Sevganingiz ati nima edi aytmaysiz? Yo'q. Bosh harfini aytasiz, bosh harfi. R. Bir jambilga o'xshagan, lekin R bosh harfi o'zingizlar topib olasiz kametda. Like bosamiz, badishlik qilamiz. To'xtasin bo'lgan like bosamiz, like bosamizmi? Like'ni bossin. Bo'ldi, gap so'z Rustam Ali Barbegitda kutamiz hammalarni. Bosamiz gazini, bosamiz.